zerkaloga o'tdim. Hamma narsani olib tashlab, endi zerkalani artamiz. Zerkalani shunaqa artish boshladim. Shu salfetka menga juda yoqdi, chunki bittada hamma narsani olib berar ekan. Razmeri ham katta, hidi ham такой приятный ekan. Tez artib, endi hamma narsani обратно qo'yamiz. Men gapirgunimgacha hamma narsani уже qo'yibman, mayli. Hali kuxnyani уборка qilayotganimda shu sredствoni ko'rsatdim. Shu sredство shunaqa yoqdi, hamma narsani просто blesk qilib qo'ydi. Butkam shu antizasarni vijig-vijig qilib oldim. Endi mana sevimli obzorim bo'ladi. Bu yerda parashok ham bor, kapsula ham bor, ABS, отбеливатель, hamma narsa bor. Mana shu narsalar menga juda yoqdi. Shunaqa приятный запах ekan. Bularni bilasizlarmi, anti-stressga o'xshab jmak-jmak qilsa, вообще zo'rda. Shu jidkiy milo menga juda yoqdi, chunki u penkali edi. Menda hech qachon unaqa bo'lmagan, lekin bu safar menga уборка qilish juda yoqdi. Agar sizlar ham maza qilib уборка qilginglar kelsa, unda videoda qoldirib qo'yamiz hamma sredstvalarni o'sha